Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasidan sotiladigan bo'zaklarimiz bor. 4 ta xunajin, 1 dona novoscha. Xudo xolasa shularni sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, obzor qilib ko'rsatamiz. Ko'rib, sizlarga yoqsa, narx-navolar ma'qul kelsa, chiqarib turgan videolar sifatli yaxshi chiqib turgan bo'lsa, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab padishga qilib turasizlar. Akalar, ukalar, mana mollarimiz. Xudo xolasa chiroyli video bo'ladi. Video davomida xato va kamchiliklar yo'l qo'ysa, noto'g'ri gaplar yoki qandaydir nadurlar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qayt. Obunachilar qaranglar. O'ta polvonlarni olib kelib qo'yibmiz. Mana. Ayshiko. Bunisi xunajin, bunisi novoscha. Mana ko'ringlar. Gibrid ham xunajin. Bitta mana mashinasi novoscha. Hozir ko'rasizlar. Qayt. Mashinasi novoscha. Ularda yosh oilalar keladigan bo'lsa, ichida 1 dona 3 oylik, 1 dona 4,5 oylik xunajinimiz bor. Qolganlari 2,5 oylikdan rasa bir qilib inasini tayda yurgan bo'zaklar. Endi qo'ldan kelgancha yaxshi video olishga harakat qilyapmiz endi. Mollardan baqib o'tib kechtirman buzyapti akalar. Sizlarga to'liq ko'rsatishda ilojini qilyapmiz. Mana. Mashinasi novoscha mana. 2 oylikdan o'tib qo'ygan, 2,5 oylik bor. O'ta sifatli, chiroyli buqacha. Hop. İçida 3 ta 2,5 oylik bo'lsa, bitta 4,5 oylik, bitta 3 oylik mol bor. Mana shu ular ichida shahzodasi, novoschasi. Bo'ylari keladigan bo'lsa, 1 plyusda, biri 10 ga bormasa kerak nari. Biri 5 atrof, mana shular biri 5 kilogram kattasi. Ama 3tasi o'ta go'zal. O'ta chiroyli, inasini tayda sutni ichib to'yib yurgan narsalar. Mana shu gibrid. Ikkovi mana nimalar, sementlar. Gibrid ama bor, inasi galishdan, otasi sementar, v общем bo'lay chiqqan akalar. Qaranglar. Kelgan odam gibrid ishqiboz bo'ladi, xudo xolasa. O'ta bo'lay narsa. Ma. Hozir ko'rsataman gibridni. Mana akalar, mana qaranglar. Dumba sovurgan gibrid. Shon teri bo'lib chiqqan o'zi ham, sigir bo'lsa ham bepoyon sutni bersa kerak. Chunki onasi galishdan sut yo'nalishida dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan sut yo'nalishi bo'yicha mol. Shu zot turi tan olingani u eng ko'p sut beradigani galishda. Keyingi o'rinlarda endi boshqa mollar turadi. Xudo xolasa o'ynatib bir 35-40 litr sut beradigan sigir o'lar. Mana avvalo Alloh yaxshi niyat
Enasi o'shna sut berib turgan sigir. Otasi tozisi mingta. Hozir fermada bir dona Galstin sigiri bor. Shu ham shuni enasi. Yoradi, xudo xolasa sutga yoradi. O'zi ham to'yguncha yem turibdi. Sintallarimiz mana. Xonajini ham tepalarni ko'rib qo'yinglar, kelar. Xullas kelib ko'z bilan ko'rsalaring bemalol qiziqtiradi mollar. Yondiradiganlardan. Maqalay bir nimasi yo'q. Ichida bir dona mana shuni safuniga ustga to'ymay bir ish ketyapti yo'q. Kecha g'aribroq bo'lib katta qo'ygan. Endi borini aytamiz-da, biz unaqali hammasi cho'tki deyapmiz, lekin bu ham o'ziga yarasha yaxshi parvarish qilib tursa joyiga ketadi. Lekin hammasi sog'lom, ko'rgan odam bemalol qiziqtiradi. Mana kelar. Hop, yosh oilalarni yetdik. Nahnovalarga keladigan bo'lsa, xudo xolasa mollar sotishga chiqaryapti. Shunaqali bir o'yin kulguga video bo'lgan yo'q. Yo'lida bo'ladi. Endi yangi tug'ilganlarni ham ko'rib tursizlar. 14, 15, 16 million yotibdi. Bular tayyor narsalar. Tayyori ham hali ustidan qolib, nima bo'lgani bas. Bunaqa Gerkules bo'lib, chotki bo'lib turganlar. Tepalar ko'ringlar. O'ta go'zal u. Mana tepasini qarang. Buqasi ham cho'tib ketadi. O'zi bitta partiya, hammasini olib turib bitta joyga tashab qo'ysa, 1 yil, 1,5 yil kutadi, bitta meni fenim bo'lib qoladi. Chunki novosi bor naslga qo'ygan onazin. O'zi qochirib, o'zi nima qilaveradi. Xo'p, narxida qolib ketadi, cho'zilib ketmasin video. Xo'p, narx-navolari hammasini bitta joyga olganga, hammasini olganga 18 million 500 mingdan mayli Toshkentgacha dastavka qilib beraman. Shu pulga bo'lsa Toshkentgacha dastavka qilib beraman. Narxdan talashib o'tib bering, boshqa bo'ladigan bo'lsa, holatiga qarab hammasini bitta joyga olsa, mayli xayri ham bor o'shanchida, faqat dastavkasi yo'q bo'lib qoladi. Donaga holatiga qarab kelishamiz akalar. Donaga 17 milliondan 22 milliongacha mol bor bu yerda. Lekin mollarimiz xudo xolasa aybi nuqsoni yo'q. Chiroyli sutga to'yib turgan mollar. G'arib bo'lib bir molga katta bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar o'zinglar. Hammasi xudo xolasa sifatli yaxshi narsa. Bo'ybaslarni ham bemalol nima qilib olaverasizlar. Chiroyli, yaxshi. Bemalol o'tiyimga kirgan. Tanlab olishga 17 milliondan 22 milliongacha bor. Hammasi bitta joyga 18,5 milliondan ketaveradi. Nomerlarimiz 91 109 4050. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Video davomida ma'lumotlar kam bo'lib qolgan bo'lsa yoki videoda qanaqadir nuqson bo'lsa, uzr so'raymiz. Xudo xolasa bizni kuzatib qo'yinglar. Bundan chiroyli, bundan sifatli, yaxshi narsalar sizlarga ilinamiz. Mollar sotgan chiqaryapmiz, unaqa nima bas. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Iloji boricha o'tdan hammasini bitta joyga sotamiz. Iloji boricha ishlaring yengil bitadigan joy, hammasini bitta joyga olsalaring. Endi donalarga ko'raverasizlar, tanlashlaringga qarab. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida 91 159 4050.
opasini qaranglar, shahzodasini. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Bundan keyin yana yangi partiyalar olib kelishga harakat qilamiz. Bemalol nomerlarimiz saqlanib qilib keyinroq olaman deganlar ham saqlanib olaversin. Xudo xolasa bir 7-8 yildan beri postoyanniy qo'limizda mol bo'lib turibdi. Qo'ldan kelgancha xalqqa yetkazyapmiz. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz.